shaxsan o'zimni klinikamda va boshqa klinikalardan feedback olib turamiz va ularda konsultatsiya borgan paytimizda og'riqli joy asosan ichar olishni tizimlashtirishdi, ichar olishyapti. Uni endi barchasini yo'lga qo'yilgan tizimli ravishda. Lekin xodimlarning ketib qolishi, ya'ni tekushkasi ko'proq bo'lyapti. Umumiy qilib olganda, masalan, vrachlarning misolida aytadigan bo'lsak, klinikalar yo'nalishida vrachlar hozir shu darajada raqobat kuchli bo'lib ketdiki, vrachlar soddaroq qilib aytganda birjaga aylanib qoldi. Misol uchun aytaman, masalan, vrachlar bilan qaysidir bir foiz nisbatida fiksa va foiz sifatida gaplashilgan oylik bo'ladigan bo'lsa, keyingi boshqa bir klinikalarning o'quvsizligi va u yerdagi tizimning yo'qligi buni birja sifatida oshib borishiga, kimdir 40 bersa, kimdir 50, kimdir 60 va o'zi bilgan bilmagan holatda klinikalarning kasod bo'lib qolishiga olib kelyapti.